Tramp Yaqin Sharq davlatlarining Eron bilan muzokaralar boshlash bo'yicha takliflarini rad etdi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Agentlikning ma'lum qilishicha, Oq uyning yuqori lavozimli amaldori Tramp barcha takliflarni rad etganini va asosiy e'tiborni Eronning harbiy salohiyatini yanada zaiflashtirish maqsadida urushni davom ettirishga qaratganini tasdiqlagan. Shu bilan birga 2 nafar yuqori lavozimli eronlik amaldor Eron, AQSh va Isroil zarbalari to'xtamaguncha o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lmasligini bildirgan. Ularga ko'ra, mojaroni hal qilish uchun bir nechta davlatlar vositachilik qilishga urinib ko'rgan. Reuters manbalariga ko'ra, muzokaralarda avval ham vositachilik qilgan Oman bir necha bor tomonlar o'rtasida muloqotni tiklashga harakat qilgan. Biroq Oq uy bunday tashabbusga qiziqish bildirmagan. Eronlik manbaning aytishicha, mamlakatning xavfsizlik masalalari bo'yicha bosh vakili Ali Larjoni va tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi ham Oman orqali o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralarni tashkil etishga uringan. Ushbu muzokaralarda J.D. Vance ishtirok etishi mumkin edi. Biroq bu uchrashuv amalga oshmagan. Tramp Eron bilan faqat uning taslim bo'lishi haqidagi kelishuvdan boshqa hech qanday bitim tuzmasligini bildirgan. Internet tarmog'ida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eron zarbalari natijasida halok bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Oradan ko'p o'tmay Isroil bosh vaziri mahalliy kafelardan birida qahva buyurtma qilayotgani tasvirlangan videoni e'lon qildi. Netanyahu video haqiqiyligini isbotlash uchun barmoqlar sonini ko'rsatgan. Avvalroq Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuni topib o'ldirishga va'da bergan edi. Eron parlamenti Milliy xavfsizlik komissiyasi raisi Ibrohim Aziziy o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida Ukrainaga raketa zarbalari bilan tahdid qildi. Isroil rejimini dronlar bilan qo'llab-quvvatlayotgan va parokandalikka yuz tutgan Ukraina amalda urushga aralashdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomining 51-moddasiga muvofiq u o'zining butun hududini Eron uchun qonuniy nishonga aylantirdi, deb yozdi Aziziy. Ukraina rasmiylari ham Eronning tahdidlariga javob qaytardi. Eron rejimining ayrim vakillari Ukrainaga tahdid qilayotgani BMT nizomining 51-moddasida belgilangan o'z-o'zini mudofaa qilish huquqini ro'kach qilayotgani bema'nilikdan o'zga narsa emas. Bu xuddi seriyali qotil jinoyat kodeksiga asoslanib o'z jinoyatlarini oqlashga o'xshaydi, dedi Ukraina tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili Georgiy Tixi. Shuni eslatib o'tamanki, 2022-yilda Rossiya Ukrainaga bosqin boshlagandan so'ng Tehron Moskvaga shahid dronlarini taqdim etgan va ruslarga ukrainlarni o'ldirishni o'rgatgan, deya bayonot berdi Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi qoshidagi dezinformatsiyaga qarshi kurashish markazi rahbari Andrey Kovalenko. Ma'lumot uchun, Ukraina Yaqin Sharq mamlakatlari bilan Eron dronlariga qarshi kurashish sohasida hamkorlikni faollashtirdi. Joriy yilning 8-mart kuni Vladimir Zelenskiy AQSh bazalarini himoya qilish uchun harbiy dronlar bilan birgalikda ukrainalik ekspertlarni Iordaniyaga yuborganini ma'lum qilgandi. Uning so'zlariga ko'ra, jami 11 ta davlatdan, jumladan Yaqin Sharq mamlakatlari, AQSh va ba'zi Yevropa davlatlaridan bu masalada yordam so'rab rasmiy so'rovlar tushgan. Shu bilan birga Eronning o'zi ham uzoq vaqtdan buyon Rossiyaga Ukrainaga qarshi urushda yordam berib kelmoqda. Tehron xususan Moskvaga minglab shahid zarba beruvchi dronlarni hamda ularni Rossiya hududida ishlab chiqarish texnologiyalarini topshirgan. Al Jazeera telekanali tomonidan keltirilgan bayonotda Hamas Eron, AQSh va Isroil bilan urushda o'zini himoya qilish huquqiga egaligini e'tirof etib, shu bilan birga Tehronni Yaqin Sharqdagi yaqin mojaroga barham berishga undagan. Eron Islom Respublikasining tajovuzga xalqaro normalar va qonunlarga muvofiq barcha mavjud vositalar bilan javob berish huquqini tan olgan holda harakat Erondagi birodarlarni qo'shni davlatlarga zarba berishdan tiyilishga chaqiradi. Mintaqa mamlakatlari tajovuzni to'xtatish va qardoshlik aloqalarini saqlab qolish uchun bir-biri bilan hamkorlik qilishi lozim, deyiladi Hamas bayonotida. AQSh va Isroilning Eronga zarbalari boshlangandan buyon Tehron Fors ko'rfazi mamlakatlariga raketa va dronlar bilan hujum qilishni boshladi. Shuningdek, jahonda tashiladigan neftning 1/4 qismi olib o'tiladigan Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'ydi. Eron rasmiylari Fors ko'rfazidagi hujumlar AQShning mintaqadagi harbiy bazalariga qarshi qaratilganini aytmoqda. Ammo amalda fuqarolik infratuzilmalari ham zarbalarga duchor bo'lmoqda.
AQSh prezidenti Donald Tramp asosiy e'tiborini Erondagi urushga qaratgandan buyon Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralar jarayoni cho'zildi. O'z navbatida tinchlikka majburlash uchun Qo'shma Shtatlarning Rossiyaga o'tkazayotgan bosimi tobora kamayib bormoqda. Financial Times nashrining xabar berishicha, Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushni tugatishga o'z qiziqishini yo'qotgan. AQSh Rossiya va Ukraina o'rtasidagi so'nggi 3 tomonlama muzokaralar fevral oyi o'rtalarida Jenevada bo'lib o'tgan edi, lekin uning tafsilotlari oshkor etilmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, tomonlar sulh bilan bog'liq texnik tafsilotlar, jumladan janglar to'xtatilgandan so'ng nima bo'lishini muhokama qilishda oldinga siljishgan. Ammo siyosiy masalalarni, ya'ni urushni to'xtatish shartlarini muhokama qilishda katta yutuqlarga erishmagan. 3 tomonlama muzokaralarning yangi bosqichi Yaqin Sharqdagi yangi urush tufayli kechiktirildi. Prezident Tramp esa Ukrainadan chalg'ib, bor e'tiborini Eronga qaratdi. Bu Yevropa uchun ham, Ukraina uchun ham falokat sanaladi, dedi Financial Times nashrida yevropalik diplomat. AQShdan Ukrainaga qurol-yarog', xususan havo hujumidan mudofaa vositalari yetkazib berish jarayoni ham kechikmoqda. Bu Vashingtonning hozir boshqa ustuvor vazifalari borligi bilan izohlanmoqda. O'z navbatida Tramp Ukrainadagi urush haqidagi savollarga javob berar ekan, Zelenskiy bilan kelishuv tuzish Putinga qaraganda ancha qiyin ekanini ta'kidladi. Zelenskiyning kelishuv tuzishni xohlamayotgandan hayronman. Unga ayting, kelishuvga rozi bo'lsin. Chunki Putin kelishuvga erishishni istayapti, degan AQSh prezidenti NBC News'ga bergan intervyusida. Rossiya Ukraina qo'shinlarining butun Donbass hududidan olib chiqib ketilishini talab qilishda davom etmoqda. Ukraina esa buni qabul qilib bo'lmaydigan shart deb hisoblaydi. Qozog'istonda yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendum bo'lib o'tdi. Mamlakat Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, referendumda qatnashgan ishtirokchilar soni 73,24% ni tashkil etgan. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev mamlakatda parlament islohoti o'tkazilishini e'lon qilgan edi. Islohot doirasida Qozog'iston parlamenti 2 palatadan 1 palataga aylantiriladi va qurultoy deb nomlanadi. Unda 145 ta deputatlik o'rni bo'ladi. Bundan tashqari, Qozog'istonda vitse-prezident lavozimi joriy qilinadi. Uni prezident parlament roziligi bilan o'zi tayinlaydi. Xitoyning 26 ta harbiy samolyoti Tayvan havo hujumidan mudofaa zonasiga kirdi. Reuters ma'lumotlariga ko'ra, bu Xitoy harbiylarining fevral oyi oxiridagi tanaffusdan keyingi eng yirik faolligi hisoblanadi. Xitoy harbiy samolyotlari Tayvan havo hujumidan mudofaa zonasining markaziy va janubiy-g'arbiy qismiga kirdi. Shu bilan bir vaqtda orol atrofida Xitoyning 7 ta harbiy kemasi qayd etildi, deb xabar beradi agentlik Tayvan harbiylariga tayanib.